O'zbekiston Kolumbiyaga 3-1 ga yutqazdi. Shundoq turgandan ko'ra ketdi futbol ko'ramiz hojat. Ko'ryapsizlar. Markazda boshqa qilib kelyapmizda. Kech time Qudanlikda ko'ramiz deb keldi. Terma jamoamiz ham yutib kelsa, yuzlari yorug' bo'lsa. Buni bilan qo'yinglar, kelin salonga kelganmiz, kelin salon qolib ketib, kelin bilan futbol ko'ryapmiz. Ukam, salatingiz olib turing, futbol normal ko'rib olaylik. Voy, sani ham qanaqa qilib bo'yniga balansi olib tushunmayman boru. Shalpillamasdan o'tirgan oldimda agar hisob tenglashsa, bugun qismlaringga qism qo'shib beraman. Biz o'zi chizmoqchi edik yuzimizdan. Oqqan deb o'ylayman men buni. Maychim kirmasa kerak, hamma futbol ko'ryaptimi desam, shunda ham bab shuncha odam ko'ryapti o'rtoqlar. Voy, bo'ldi, tugadi. Turlaring. Bo'ldi, qismlaringdan qisib qolaman bo'ldi. Bu gap sizga tegishli. Mana shu ayolni mahkam ushlang. Xo'p bo'ladi oyijon. Xo'p bo'ladi oyijon desangiz, hamma dunyo sizniki bo'ladi. Aytgan niyatlaringizni osmon va falak ham tasdiqlab qarang. Yomg'irlarni quyib yubordi. Ana harakat qilyaptilar. Va eng so'nggi salom O'zbekiston futbol terma jamoasiga. Bu hali boshlanishi harakatli yashang. Omadingiz O'zbekiston terma jamoasiga kelin salom. Hammaga bersin. Kelin salon qolib ketib, futbol ko'ryapti. Hamma uy egalari ham o'rtoqlar. Voy shit. Voy, 2-1 bo'ldi-yu kelin poshsha. Bola bo'linglar, 2-2 qilsanglar kelin poshsha bilan birga qo'shilib sizlarga salom qilamiz. Bolada va O'zbekiston terma jamoasi